alaykum. Bugun Avtoradio 102.0 to'lqinida sizlar bilan Muslim Xoldarov. Rohiydan fikrlar haqida fikrlar. Agar siz faqat o'ylayotganingiz uchungina o'ylayapman deb o'ylasangiz, unda noto'g'ri o'ylabsiz. Albatta bu fikrga qo'shilmasligingiz mumkin. O'ylab ko'ring. Inson nima haqida o'ylaydi? Biz belgilab qo'yilgan variantlar ichidan o'zimizga kerak deb o'ylaganimizni tanlaymiz xolos. Va buni qaror qabul qilamiz deb hisoblaymiz. Atrofimizda har xil holat, har xil vaziyat o'zimizni hayotimizdagi, atrofimizdagi bo'layotgan voqealar, hodisalar mana shularni ichidangina tanlaymiz. Yakshanba kuni nima qilamiz? Kechki ovqat nima bo'ladi? Qaysi serialni ko'ramiz? Shunga o'xshash variantlar. Mana shunday variantlar ichidan biz qanday qarorga kelishimiz esa fikrlashimiz qanday ekanligiga bog'liq. Nimalarni o'ylashimiz, o'tmishimizda nimalar o'tganini bilishimiz, kimdan xafaligimiz, kimlarni yaxshi ko'rishimiz, qaysi narsalardan qo'rqishimizga bog'liq. Agar oldindan qiladigan ishlarimizni, rejalarimizni, o'ylagan maqsadlarimizni telefonimizdagi maxsus dasturga kiritgan bo'lsak, yuqorida aytib o'tilgan ro'yxatni, kundalik ro'yxatimizni, qarorlarimizni biz uchun hatto mobil telefonimiz ham qabul qilishi mumkin. Va u bizga yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Hozirgi kunda aynan mana shunday bo'lib qolganmiz. Biz uchun boshqalar yo'l yo'riq ko'rsatadi. Biz uchun boshqalar nimani o'ylashimizni, nimani fikrlashimizni belgilab beradi. O'ylab ko'ring-chi, qachon oxirgi marta o'zingizni, fikrlaringizni o'yladingiz? Haqiqiy fikrlash esa, haqiqiy o'zgacha, yangicha g'oya bilan fikrlash esa yaratuvchilik xususiyatiga ega bo'ladi. U boshqalarga o'xshamaydi. U ajralib turadi. U o'zini ko'rinishi, yetkazilishi, hatto so'zlashi uslubi bilan ham boshqalardan ajralib turadi. Lekin biz atrofdagi insonlar, ota-onamiz, yaqinlarimiz, biz bilan suhbatda bo'lgan insonlarning gap so'zini o'zimizga qabul qilgan holatda uni o'zimizni fikrlarimiz deb qabul qilamiz. O'zimizni fikrlarimiz deb o'ylaymiz. Agar biz boshqalar aytayotgan so'zlarni o'ziga xos ekanligini anglab, boshqalarni aytayotgan so'zlari o'zlarigagina xos ekanligini anglab, o'zimizni fikrlarimizni o'ylay olsakgina bizga yangi g'oyalar, yangi fikrlar va butunlay o'zgacha hissiyotlar kelishni boshlaydi. Ana shu haqiqiy fikrlash deyiladi. Qachonki siz avval hech kim o'ylamagan narsani o'ylay olsangizgina siz fikrlay olgan bo'lasiz. Gulga qachon suv quyish kerak? Qaysi kino yaxshiroq? Dam olish kuni qayerga borish kerak degan savollarga hatto telefonimiz ham javob berishi mumkin. O'ylab ko'ring. Bizdagi hozirgi fikrlar kimning fikrlari? Kimdir yozda toqqa borish kerak degan fikrni aytgani uchun ko'pchiligimiz yoz bo'lishi bilan toqqa shoshilamiz. Mana bu joyning mastavasi yoki oshi yaxshi ekan degan fikrni qabul qilib, shu mastavani yechish uchun 75 kilometr yuramiz. Kimnidir mana bu joyda 50 so'm arzon ekan degan gapi bilan qancha masofani kezamiz, qancha vaqtimizni yo'qotamiz, qancha asabimizni, qancha nervlarimizni o'ldiramiz. E'tibor bering.
chetdan kiritilgan axborotni shunchaki amalga oshirish bu hatto mashinalarni, texnikalarni ham imkoniyat doirasida. Ularga ham kerakli darajada dasturni kiritasiz, shunchaki xuddi fikr bergandek ular amalga oshiraveradi. Lekin hech kim o'ylamagan narsani o'ylay olish, uni to'liq shaklda amalga oshirish uchun esa bizdan yangicha fikrlash talab qilinadi. Xo'sh, buni qanday amalga oshirish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Agar mana shu savol sizni qiynayotgan bo'lsa, qisqacha musiqiy tanaffusdan keyin mana shu mavzuda suhbatimizni davom ettiramiz. Авторадио. Ba'zan tanadagi dard sabab paydo bo'lgan og'riqlar yo'qolib turadi. Lekin bu og'riq haqidagi xayollar hech qayerga ketmaydigandek. 102.0 Avtoradio to'lqinlarida Rovi bilan fikr haqida fikrlar. Demak, biz oddiy bir kichik doira ichida aylanib yurgan, ana shu doirani ichidagi fikrlaydigan insonlarga o'xshab qolganmiz. O'sha odatlar,
Oldin nimani o'ylagan bo'lsak, shuni sal boshqacharog'ini o'ylashimiz mumkin, xolos. Boshqa narsani o'yla olmaymiz. Odatiy yashash tarzimiz, odatiy mashinamiz, odatiy qiladigan ishimiz, odatiy boradigan insonlarimiz, tanish-bilishlarimiz, do'stlarimiz, yaqinlarimiz. Undan boshqachasini o'yla olmaymiz. Chunki bunga odatlanmaganmiz. Misol qilib aytaylik. Qadim zamonlarda tugmali, ya'ni knopkali telefonlar bor edi. Bu knopkali telefonlar har xil ko'rinishda ishlab chiqarilishi boshlandi. Uzunchoq, dumaloq, yapaloq, katta, kichik. Ammo bu ishlab chiqarilgan yangi telefonlar oldingi telefonni boshqacha ko'rinishda edi, xolos. Bu yerda yangi g'oya, yangi fikr deyarli yo'q edi. Yangi g'oya esa tugmasiz, ya'ni sensorli telefonlar ishlab chiqarish amalga oshishi bilan paydo bo'ldi. Eski telefondan butkul farq qiladigan, imkoniyatlar esa kamida 100 barobar katta bo'lgan telefon ishlab chiqarish jarayonida bozorga kirdi va 95% dan ortiq mana shu bozorni egalladi. O'ylab ko'ring. Agar biz mayli boshqalarni qo'yib turaylik, o'zimiz uchun yangi narsani fikr qila olmasak, bizni biorobotdan nima farqimiz bor? Bugungi kunimiz kechagi kunimizdan yaxshi bo'lmasa, bugungi kunimiz davomida kechagidan ozgina bo'lsa-da o'zgacha xatti-harakat qila olmasak, bu degani xohlagan narsamizni qilish emas, imkoniyat darajamizdan bir pog'ona, bir parda yuqori narsani amalga oshira olmasak, biz o'zimizni kim deb atay olamiz? Tan olish kerak, ko'pchiligimizning o'zimizning fikrimiz yo'q. Boshqalarni fikrini eshitib, qabul qilishga o'rganganmiz. Biz shunchaki o'zimizga xos tafakkur qilishni amalga oshirishni istamaymiz. Yoki boshqacha qilib aytganda, biz hatto yangicha fikrni o'ylashga ham erinamiz. Shuni natijasida biz o'zimizga kumir qilib olgan insonlarning har bir so'ziga ishonishni boshlaymiz. Xuddi hozir men aytayotgan gaplarimga sizlar ishonayotgandek. Xuddi shunday kimlarnidir so'zini, kimlarnidir aytayotgan narsasini qabul qilishni boshlaymiz. U kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zimizga kumirlar yaratishni boshlaymiz. Xayollarimiz to'la fikrlar. Bizda xuddi tanlash imkoniyati bordek his etamiz. Xohlasam mana buni qilaman, xohlasam mana buni yeyman, xohlasam mana buni ichaman. Aslida esa biz ko'rayotgan, eshitayotgan, bizga yetkazilayotgan axborotlarni faqat to'g'ri va noto'g'riga ajratamiz, xolos. Yoki yana boshqacha qilib aytganda, bizga ro'yxat beriladi. Shu belgilangan ro'yxatdagi ma'lumotlarni o'zimizga keragini tanlaymiz, xolos. Bizga foydali, zararli, mana bu men uchun kerak, mana bu men uchun kerak emas. Mana bu menga yoqdi, mana bu menga yoqmadi degan narsadan boshqa narsani qila olmaymiz. Agar bizga berilgan ro'yxat ichida bizga biroz bo'lsa-da qoniqarli bo'lgan biror punkt bo'lsa, ana shu ozgina narsa bizga roziligimizga sabab bo'ladigan bo'lsa, biz yangi g'oya haqida o'ylashni hatto xayolimizga ham keltirmaymiz. Bo'ldi, shu bilan rozi bo'lib qo'ya qolamiz. Yetadi menga shu, bo'ladi. Shuni o'zi yetadi degandek. Ya'ni o'zimizni fikrlar orqali har tomonlama o'zimizga mos narsalarni, o'zimizga mos g'oyalar haqida gapirishni hojat ham yo'q. Yangi narsa o'ylashni, odatlarimizdan tashqari, imkoniyat darajamizdan ko'tarila oladigan fikrlar haqida o'ylashga hojat ham yo'q. Bu narsani gapirishimizga ham hojat yo'q, chunki eski narsalarga o'ralashib qolganmiz. Biz qachon yangicha fikrlay olamiz, bilasizmi? Qachonki boshimiz bir qattiq narsaga urilganda, qachonki butunlay ilojsiz holga tushib qolganimizda, miyamiz butunlay boshqacha ishlashni boshlaydi. Aynan qiyinchilikka tushib qolgan paytimizda, shundagina biz oldin ko'rmagan narsalarimizni ko'ramiz. Oldin e'tibor bermagan narsalarimizga e'tibor beramiz.
Shundagina biz o'zimizga oldin ochmagan tomonlarimizni ochishni boshlaymiz. Hatto shunday holatlar bo'ladi, stress holatida inson oldin bajara olmagan narsasini bajarishni boshlaydi. Oldin qila olmagan narsalarni qilishni boshlaydi. Sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Nima endi fikrlashni o'rganish uchun yoki yangicha fikrlash uchun albatta boshimizga bir balo orttirishimiz kerakmi? Albatta bir qiyinchilikka tushishimiz kerakmi? Shundagina biz boshqacha fikrlashni o'rganamizmi deyishingiz mumkin. Yo'q. Buni juda ham oson yo'llari bor. Bu haqda esa musiqiy tanaffusdan keyin suhbatimizda bilib olasiz. Inson tushunchalardan tashkil topgan, qolgani esa et va suyak. Jaloliddin Rumiy. 102.0 Avtoradio to'lqinlarida Rovi bilan fikr haqida fikrlar. Eslatib o'tamiz. Birozdan keyin sizlarni telefon qo'ng'iroqlaringizni qabul qilishimiz mumkin va har qanday savollaringizga imkon qadar qo'limizdan kelgancha javob berib o'tamiz. Eslatib o'tamiz. Siz savollarni Telegram kanalimizga ham, Telegram guruhimizga ham yo'llashingiz mumkin. 97 kod bilan 710 1020. Biz suhbatimizni davom ettiramiz. Tasavvur qiling, magazinga kirdingiz. Biror ichimlik sotib olmoqchisiz. Sizga faqat gazli, har xil turdagi, har xil rangdagi ichimliklar ko'rsatildi. Balki siz gazli ichimlik ichmoqchi emasdirsiz. Balki sizga sharbat yoqar. Lekin siz magazinda boshqa narsa yo'qligidan shu gazlangan suvlardan birini sotib olishga majbursiz. Bu sizga hatto yoqmasa ham. Xuddi shunday biz o'zimizni ichimizdagi, o'zimizni miyamizdagi, hatto o'zimizga yoqmaydigan fikrlarni ba'zida ko'p insonlar aytadi, mana shu fikrdan qutula olmayman, mana shu narsadan voz kecha olmayman, mana shu odamga nisbatan alamdan qutula olmayman, mana shu qo'rquvdan qutula olmayman. Xuddi shunday biz o'zimizni miyamizdagi, o'zimizga yoqmaydigan fikrlarni tanlashga majbur bo'lamiz. Bunga sabab esa bizni o'zimizni fikrlarimizga ega bo'lishni istamaganimizdir. Ya'ni fikrlash uchun ham ozgina mehnat qilish kerak. Ozgincha boshqacharoq tasavvurga ega bo'lish kerak. Yangicha fikrlash qanday bo'lishi mumkin? E'tibor bering. Aslida bolalarga e'tibor beradigan bo'lsakgina yangi g'oyalarni dunyoga kelishini o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin. Bolalar tomonidan kutilmaganda savollar berilish boshlanadi. Shunchaki qiziqish, shunchaki hech narsaga asoslanmagan savollar. Qayergadir ketayotganingizda butunlay boshqa narsa haqida savol berish boshlanadi. Bu savol qayerdan paydo bo'ladi? Bolaning ichida yangi g'oya tug'iladi. Ana shu g'oyani bola qanday bu dunyoga olib chiqishni, ko'rsatishni, shakllantirishni bilmaydi. Unda hali bu narsa rivojlanmagan. Shuni oqibatida sizga savol berishni boshlaydi. Biz ajoyib ota-onalarimiz albatta farzandimizning qiziquvchanligidan xursand bo'lamiz. Lekin bu narsalar faqat gapda xolos. Aslida esa barchasi aksincha. Hammasi
FM 102 da Kino daqiqa. Insonni baxtli yoki baxtsiz qiladigan narsa tashqi ta'sir yoki sharoit emas, balki uni fikrlaridir. Fikrlarini boshqarish orqali biz o'z baxtimizni boshqarishimiz mumkin. 102.0 to'lqinlarida Avtoradio Rovi bilan fikr haqida fikrlar. Efirda men Muslim Xoldarov. Eslatib o'tamiz, bir necha daqiqalardan keyin, balki undan ozgincha ko'proqdan keyin to'g'ridan-to'g'ri efirda sizlarning qo'ng'irog'ingizni qabul qilishimiz va savollaringizga javob berishimiz mumkin. Va aytilgan raqamlarga savolingizni yuborishingiz va Telegram orqali o'z fikringizni bildirishingiz ham mumkin. 97lik kod bilan 710 1020. Suhbatimizni davom ettiramiz. Tasavvur qiling. Siz bir katta xonaning ichidasiz. Xonaning ichi juda ko'p oynalarga to'la. Ana shu oynalarda faqat sizning aksingiz ko'rinadi.
Siz shu xonaga kirgan paytingiz ko'zguda ko'rinadigan barcha akslarda faqat siz borsiz. Lekin qiziq tarafi siz turgan holatingizda xonani bir chetidagi aks etayotgan rasmdan aks etayotgan sizni o'zingizning aksingizdan harakatlanishini so'rayapsiz. Qimirlashini so'rayapsiz. O'ylab ko'ring, u qimirlaydimi? Yo'q, qimirlamaydi. U qachon qimirlaydi? Qachonki siz harakat qilsangizgina ana shu ko'zgu sizni aks ettirib beradi. Tasavvur qiling. Erkak kishimiz. Soqolimiz o'sib ketgan. Oynani oldiga bordik, qaradik. Oho, soqolimiz o'sib ketibdi. Ko'pikni oldik, qo'limizga oldikda oynaga surishni boshladik. Chunki oynada o'zimiz aksimizni ko'rib turibmiz-da. Ana shu surgan ko'pikni soqol oladigan bilan oynada olishni boshladik. Nima deb o'ylaysiz? Natija qanday bo'ladi? Natija butunlay biz kutgandan aksi bo'ladi. Xuddi shunday. Biz boshqalardan nimanidir kutishimiz, boshqalarni o'zgartirishga urinishimiz, hatto farzandimizni ham o'zgartirishga urinishimiz, turmush o'rtog'imiz, yaqinimiz, ota-onamizni o'zini holatidan boshqa holatga o'tkazmoqchi bo'lishimiz xuddi shu oynani oldida turib, ko'pikni oynaga surtib soqol olmoqchi bo'lgan erkakning holatiga o'xshaydi. Yoki xonani ichida ko'zgulari ko'p bor. Xonani ichiga kirib olib, qaysidir ko'zgudagi odamning harakatlanishini kutayotgan odamga o'xshaymiz. Buni umuman foydasi yo'q. Chunki mana shu dunyo bu bizni va shu musiqadan keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
boshqalar siz haqingizda nima deb o'ylashi unchalik ham muhim emas, chunki ular baribir siz haqingizda o'ylashadi va gapirishadi. Shunaqa ekan, xotirjam bo'lishingiz mumkin. 102.0 Avtoradio Rovi bilan fikr haqida fikrlar. Eslatib o'tamiz, 97lik kod 710 1020. Bir necha daqiqalardan keyin, bu safar aniq bir necha daqiqalardan keyin telefon qo'ng'iroqlaringizni qabul qilamiz va savollaringizga javob berishimiz mumkin. Eslatib o'tamiz faqat mavzu haqida. Mana shu raqamlarga Telegram orqali savollaringizni yuborishingiz mumkin. Yuqorida tanlangan qo'shiq ham aynan mavzuyimizga mos qo'shiq bo'ldi deb o'ylaymiz. Xo'p, endi mana shu suhbatimizni eng ajoyib, eng qaymoq joylariga yetib keldik. Bu fikrlar asli qayerdan paydo bo'ladi? Bizga, bizni ichimizdagi fikrlar qanday joylashib qoladi? Hech o'zingizga shu savolni berib ko'rdingizmi? Qachonki biz mana shu fikrlar qayerdan joylashganini bilsakkina buni o'zgartirishimiz oson bo'ladi. Eng muhim narsani aytib o'tamiz. Bolaga 7 yoshgacha, ba'zi ma'lumotlarda 5 yoshgacha deyiladi, ota-ona tomonidan deyarli hamma fikrlar joylab bo'linadi. Insonlar haqidagi fikrlar, bolani o'zi haqidagi fikrlar, dunyo haqidagi fikrlar, olam haqidagi fikrlar, hatto yana boshqa fikrlar hammasi joylab bo'linadi. Kim yaxshi, kim yomon, kim yaxshi yashayapti, kim yomon yashayapti, kim qiynalib yashayapti, qanday yashash yaxshi, qanday yashash yomon. E'tibor bering. Agar siz hozir yosh farzandingiz bo'lsa, u sizni to'liq xuddi diktafon yozgandek hamma gaplaringizni yozib olyapti. Siz qaysi narsani gapiryapsiz, qaysi narsani maqtayapsiz, kimni yomonlayapsiz? Yaqinlaringizni yomonlayapsizmi? Hatto ba'zida shunday narsalarni guvohi bo'lamiz. Farzandlariga bir ona, aka-ukalar oqibatli bo'lish kerak deydi. Lekin turmush o'rtog'i bilan uni akalari o'rtasidagi munosabatni buzilishiga sababchi bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor bering. Bola sizni aytganingizdan ko'ra qilgan ishlaringizni ko'proq o'ziga qabul qiladi. Xuddi shunday biz ham umrimiz davomida ota-onamizdan ko'rgan narsamizni qabul qilganmiz. Yana bir fikrlarimizga sababchi bo'ladigan narsalar bu bizning hayotimizdagi stresslar. Mana shu stresslar sabab bizni butkul fikrlarimiz o'zgarishni boshlaydi. Insonlarga nisbatan, qaysidir odamlarga, qaysidir ishxonaga, qaysidir toifadagi odamlarga, hatto agar biz oq mashinada avariya bo'lgan bo'lsak, biz qaytib oq mashinaga qaragimiz kelmaydi. Yoshligimizda kattaroq, bir qimmatroq mashinadagi odam tez o'tib ketib bizni yo'limizga xalaqit bergan bo'lsa, biz katta bo'lganimizda mana shunday mashina olishni xohlamasligimiz mumkin. Chunki u bizga yoqmaydigan ish qilgan. Ana shunday alamga sabab bo'ladigan barcha narsa bizning ichimizdagi tushunchalar, fikrlar shakllanishiga sababchi bo'ladi. Va mana shuni oqibatida bizda qo'rquvlar paydo bo'lishni boshlaydi. Va bu qo'rquvlar bizning ichimizda alamlar sababdan chala yarim shakllangan fikrlarni butunlay hech narsaga arzimaydigan, xuddi bitta plastinkani aylanib turaveradigan, xuddi bitta plastinkadek aylanib turaveradigan narsaga o'xshatib qo'yadi. Ba'zida erkaklarimizdan shunday savollar chiqib qoladi. Qila olmayapman, eplay olmayapman, qo'rqyapman, bo'lmaydi deb o'ylayapman. O'xshamasa-chi, tushib qolsam-chi? Xuddi shunday shu paytlarda savol beramiz. Siz tushib qoldingizmi? Sizni ishingiz o'xshamay qoldimi? Siz aldanib qoldingizmi? Yo'q, hali hech qaysi bo'lgani yo'q. E'tibor bering, bu narsalar bizni fikrimizda xolos. Mana shu fikrlarimiz bizni voqeligimizni tashkil qilib qo'yapti. Bu narsalarga esa yoshligimizdan diqqat bilan e'tibor beramiz. Ona qornida 128 kunlik bo'lganimizdan boshlab onani aytgan gaplari, onani o'ylagan fikrlari, otani aytgan gaplari, otani o'ylagan fikrlari, tug'ilganimizdan boshlab bizni atrofimizdagi barcha bo'layotgan voqea hodisalar sababchi bo'ladi.
Mana shu narsalar bizni kelajagimizni shakllantirib beradi. Keling, mana shu vaziyatda bir qisqachagina bir test o'tkazamiz. Shunchaki ko'zingizni yuming. Shunchaki ko'zingizni yuming. Hech narsa kerak emas. Agar mashinada ketayotgan bo'lsangiz, to'xtamang. Shunchaki xayolingizda tasavvur qilishingiz mumkin. Agar bemalol bo'lsangiz, shunchaki ko'zingizni yuming va butunlay o'zgacha keng maydonni tasavvur qiling. Chiroyli ko'l bo'yida stol, stul, dasturxon. Dasturxonning rangi qizil. Qip-qizil. Dasturxonda apelsin turibdi, mandarin turibdi. Sariq guldon bor. Bu stul yam-yashil o'tloqning ustida. Osmon havo rang. Ko'ldagi suv, yoningizdagi ko'ldagi suv ko'm-ko'k. Ana shu sariq guldonning ichida siyoh rang gullar bor. Har bir narsani, hidini, suvni, o'tloqni, apelsinni, gulni, havoni, hidini his qilib ko'ring. Shaboda orqali bo'layotgan ovozni his qilib ko'ring. Ularning ko'rinishi har birida o'zgacha hissiyot. Har birida o'zgacha bir narsa bor. Endi e'tibor bering. Ana shu aytilgan narsalardan qaysi birini rangi siz uchun xiraroq xayolingizga keldi? Qizil dasturxonni xiraroq tasavvur qildingizmi? Olov rang apelsin, mandarinni xiraroq tasavvur qildingizmi? Yashil o'tloq siz uchun bir yoqimsiz bo'ldimi? Yoki osmonni tasavvur qilishga qiynaldingizmi? Ko'm-ko'ksiz suv siz uchun boshqacha bo'ldimi? Yoki sariq guldon ichida turgan och siyoh rang gullar? E'tibor bering. Qaysi biri siz uchun boshqacharoq? Qaysi biriligini anglagan paytingizda ko'zingizni yuming va o'zingizga ayting: men bu dunyoga bir vazifa bilan kelganman. Va mana shu vazifamni bajarmaguncha bu dunyodan ketmayman. Men bu dunyoga bekordan bekor kelmaganman. Men o'z vazifamni bajarish uchun kelganman. Men istagan, oldimga qo'ygan niyatimga yetishim mumkin. Bu oson. Buni amalga oshirishning iloji bor. Men bu dunyodan o'zimga kerakli, o'zim uchun yoqimli bo'lgan narsani topa olaman. Oddiygina mana shu so'zlar. E'tibor bering. Endi ko'zingizni yumingda ana shu holatni boyaga. Keng maydon, stul, qizil dasturxon, apelsin, mandarin, sariq guldon, yashil o'tloq, osmon, ko'm-ko'k suv, sariq guldon ichidagi siyoh rang gullarni yana bir tasavvur qiling. Albatta rangi o'zgargan. Chunki oddiygina bir so'zlar orqali sizni miyangizda, neyronlarda yangi bog'lanishlar paydo bo'ldi va mana shuning natijasida, oddiy so'zlar natijasida ba'zi narsalar o'zgarishni boshladi. E'tibor bering, agar mana shunday oddiy so'zlar sizni ichki olamingizni o'zgarishiga sababchi bo'lsa va shu ichki olam tashqi dunyoni o'zgarishiga sababchi bo'lsa, yana qanday narsalarni amalga oshirish mumkin ekan? O'zingizga savol bering. Agar siz shu oddiy ish orqali hayotingizni o'zgartirsangiz, bu juda oson emasmi? Hozir yana bir qisqa musiqiy tanaffusdan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Soat 23. Avtoradio 102. Umr bebaho, zarga teng daqiqalar. Vaqtni oilangiz davrasida o'tkazing. Tana ruh qo'rg'oni, jamiyat ham tana. Uning ruhiyatimiz.
Siz, men, hammamiz. Bugun jamiyat salomatligi bizga bog'liq. Hech kim chetda tura olmaydi. Bugun jiddiy sinov. Vahima emas, taskin, malham zarurat. Biz birgalikda har qanday sinovni kuchga, qo'rquvni esa iymonga aylantiramiz. Kuchli insonlarmiz. Demakki, kuchli jamiyatmiz. Birmiz. Qalban birgamiz. O'zingizga, jamiyatga yordam bering. Uyda qolib, dunyoni qutqaring. G'alaba albatta yaqin. Yangi soat boshida assalomu alaykum. 102.0 to'lqinida Rovi bilan fikr haqida fikrlar. Xo'sh, mana shu soatdan boshlab telefon qo'ng'iroqlarini qabul qilamiz. Eslatib o'tamiz, 97 kod bilan 710 10 20. Lekin qo'ng'iroqlarni qabul qilishdan oldin bir muhim narsani aytib o'tmoqchi edik. Shuncha fikr haqida gapirdik. Mana shu fikrning natijasi qanday bo'ladi bilasizmi? Bu fikrlar bizni nafaqat moddiy, balki nomoddiy, psixologiya tilida aytganda energetik maydonimizni ham to'liq egallab oladi. Siz o'ylayotgan har bir fikr bu xuddi sizdan chiqayotgan to'lqin misoliga o'xshaydi. Keling shuni oddiyroq qilib tushuntiraman. Hamma to'lqin deydi, energiya deydi. Boshqacharoq tushuncha bilan soddaroq yetkazishga urinib ko'raman. Tasavvur qiling. Har bir fikr bu o'zgacha hidli atir. O'zgacha ifori bor atir. Sizni yaqiningizga kelgan har bir inson siz ishlatgan xushbo'ylikni sezadi va bu hid qarshingizdagi insonning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Xuddi shunday. Har bir sizni o'ylagan fikringiz xuddi mana shu atir ta'sir qilgandek to'lqin sifatida ta'sir qiladi. Xuddi yoningizga kelib sizdagi xushbo'ylikni boshqalar sezgandek, sizni yoningizga kelgan, hatto kelmagan odamlar ham sizni fikringizni sezishni boshlaydi. Sizni fikringizni to'lqinini sezishni boshlaydi. Boshqacha qilib aytganda, ana shu fikrlaringizni hidini sezishni boshlaydi. Siz jahldormisiz? Yo jahlingiz chiqyaptimi? Yo xafamisiz? Yo qo'rqyapsizmi? Ana shunday holatda siz atrofga o'zingizdagi barcha narsani tarqatishni boshlaysiz. Xo'p, savol berishingiz mumkin. Fikrlarni qanday o'zgartirish mumkin? Oxiri ham mana shu narsaga yetib keldik. Fikrlarni birinchi bo'lib o'zgartirish uchun qilinadigan narsa tan olish. Ana shu fikrlar sizda borligini tan olish, qo'rquv sizda borligini tan olish, alam sizda borligini tan olish, aybdorlik hissi sizda borligini tan olish. Ikkinchisi, ana shu ichingizdagi fikrlarni tahlil qilish. Chunki bu fikrlar doimiy aylanaveradi. Uni to'xtatib bo'lmaydigandek go'yo, lekin to'xtatsa bo'ladi. Tahlil qilasiz. Qayerdan kelib chiqqan? Kimning gapi orqali bo'lgan? Yoshligingizda onangiz aytganmi, adangiz aytganmi, qo'shningiz aytganmi? Yoki ko'chadagi qaysidir do'stingizdan eshitganmisiz? Ana shu fikr sabab, ana shu so'z sabab sizda fikr paydo bo'lgan. Uchinchisi, ana shu siz qo'rqayotgan yoki oldin qila olmayotgan narsangizni majburlab bo'lsa ham o'zgartirasiz. Boshqacharoq so'z aytasiz. Oldin jahlingiz chiqqan vaziyatda urushib ketishni odat qilgan bo'lsangiz, endi boshqacharoq narsa qilishga urinasiz. Majburlab bo'lsa-da buni qilasiz. Agar siz hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz xohlagandek daromad topishni xohlasangiz, o'zingiz xohlagandek sog'liqqa ega bo'lishni xohlasangiz, o'zingiz xohlagandek munosabatga ega bo'lishni xohlasangiz, o'zgartirasiz. Agar xohlamasangiz o'zgartirishingiz mumkin, chunki sizning hayotingizda faqat siz yashaysiz. Sizdan boshqa hech kim yashamaydi. Agar hayotingizda biror yutuqqa erishsangiz, sizga yaxshi. Hatto oilangizdagilarga, farzandlaringizga, ota-onangizga emas, sizga yaxshi. Agar biror qiyinchilikka uchrasangiz ham sizga qiyin. Uchinchisi, kuzatish.
ana shu o'zgartirgan narsalaringizni kuzatishni boshlaysiz. Hatto bittasini bo'lsa-da sezgan bo'lsangiz, keyingisini o'zgartirishingiz osonlashadi. Aynan mana shu holatda inson yangicha fikrlarni o'ylashni boshlaydi. Eski narsalardan voz kecha oladi. Odatiy o'rganib qolgan narsasidan boshqa narsani qila oladi. U o'zining qalbida yangi bir qasr qurishni boshlaydi. Bu yangi menni qasri. Xo'p, endi o'zingizga savol berib ko'ring. Agar siz faqat o'ylayotganingiz uchungina o'ylayapman deb o'ylasangiz, o'ylaganingiz to'g'rimikan? Mana shu holatda qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz va undan oldin bizga Telegram orqali yuborilgan savolni o'qib, ana o'shanga javob berishga urinib ko'ramiz. 31-33 raqamidan Assalomu alaykum. Bunaqangi fikrlar, savolni o'qib eshittiramiz, eslatib o'tamiz. Bunaqangi fikrlar yoshlar ongida salbiy illatlar shakllanishiga omil bo'lib qolmaydimi? Yo provokatsiyami bu? Boshqalardan boshqacha bo'lishga chaqiruv hali oq bilan qorani tanib ulgurmagan yoshlar uchun aks ta'sir qilishi mumkin. Hatto qani muharrir bormi bu radioda deb ham yozishibdi. O'ylab ko'ring. Yuqorida bu narsa haqida aytib o'tdik. Agar bizni farzandlarimiz yoshligidan gapirma, ovozingni chiqarma, mana aytganimni qilsang bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Uni o'zini fikrlashga, o'zini biroz bo'lsa-da mustaqil fikrlari bo'lishiga o'rgatmagan bo'lsak, u katta bo'lganidan keyin, u biroz yosh katta bo'lganidan keyin qanaqa bo'lishi mumkin? U xohlagan narsasini qila olmaydi. O'zi xohlagan taqdirda ham u o'sha chegaralarning ichida turadi. U qachon boshqacha narsalarni qila oladi? Butunlay boshqa jamoaga qo'shilib ketib qolgan paytda. E'tibor bering. Bu fikrlar faqat bir tomonlama bo'lmaydi. Agar sizni farzandingizni ichida mustaqil fikr shakllanishni boshlayotgan bo'lsa, demak bu avvalo uni otasida bor, onasida bor. Va bu suhbat jarayonida farzand bilan o'rtadagi munosabat jarayonida borgan sari go'zallashadi. Agar bu faqat farzandning o'zida bo'lsa, u avvalo bu narsa bilan ota-onasi bilan bo'lishni xohlaydi, lekin dadasiga borganda bir narsani gapirsa, bor yo'qol deyilsa, onasiga borganda sen nimani ham tushunarding, hali oq-qorani ajrata olmaysan deyilsa, bola qayerga boradi? Bola uni fikrini eshitadigan joyga boradi. Ana shu eshitadigan joy siz bo'ling. Yoshligimizda bir kino bor edi, o'sha kinoda aytilgan narsa bor edi. 7 yoshgacha ota-ona, 15 yoshgacha o'rtoq, undan keyin farzand bilan do'st bo'lish lozim deb aytilgan edi. Albatta bu shunchaki kinoda aytilgan narsa, lekin shuning ichida ham haqiqat bor. Biz farzandlarimiz biz bilan yaxshi munosabatda bo'lishini xohlasak, avvalo biz farzandlarimiz bilan yaxshi munosabatda bo'lishimiz lozim. Shundagina o'rtadagi munosabatlar ikki tomonning munosabati bilan chiroyli holatga keladi. Demak, qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Siz to'g'ridan-to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirishingiz mumkin? Agar men eslatib o'taman barcha radiomizni eshitayotganlarga, imkon qadar biz juda ham yoshimiz kichkina, o'zimizdan kattalarga hurmatsizlik qilib qo'ymasligimiz uchun ismlarni va yoshlarni aytib o'tsa, boshimiz osmonga yetgan bo'lar edi. Eshitaman sizni. Men ismim Oybek, Chirchiqdan, yoshim 85-yilmanda. Oybek aka, eshitaman. Yaxshimisiz? Rahmat. Tashakkur. Gaplaringizdan ozmoz ta'sirlandim. Nima deydi? Gaplaringizda jon bor lekin. Jon emas, nima deydi? Haqiqat.
aytib o'tilgan va shu mavzu ochilgan gapda gapirilgan barcha gaplarning hammasi. Oybek aka, agar aytgan fikrlarimiz kimgadir yoqqan bo'lsa, boshimiz osmonga yetadi bundan. Savolingiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Savolim to'g'ri. Ota-ona avvalambor o'zini farzandiga o'sha nima deydi? Hayotda o'rnak bo'lish kerak-da. Oybek aka, sizga savol bersam maylimi? Bering siz. Farzandlaringiz bormi? Bor. Farzandlaringizni qanday inson bo'lishini orzu qilasiz? Farzandlarimni mutsam ekan. Insofli bo'lishini xohlayman-da. Ajoyib. Juda ham ajoyib. Agar mana shu narsani xohlar ekansiz, sizdan bir iltimosimiz bor, maylimi? Mayli. Ana shu o'zingiz istayotgan narsada ajoyib o'rnak bo'lib bersangiz, bu bilasizmi nimaga olib keladi? Bu nafaqat sizni farzandlaringiz insofli bo'lishi, sizni farzandlaringizni do'stlari insofli bo'lishi, ularni farzandlari insofli bo'lishi, ularni oilasi, yaqinlari insofli bo'lishiga olib keladi. Chunki shunaqa qoida bor. Siz bir kunda, bir yil davomida bir kunda bitta odamga yaxshilik qilsangiz, yaxshi gapirsangiz, yilning oxirigacha bu 250 ta odamgacha yetib boradi. Bir yil davomida. Shuning uchun sizga mana shu tavsiyani bergan holatda agar savolingiz bo'lsa, siz bilan xayrlashamiz. Savolingiz bo'lsa, yo'q, savolim to'g'risini aytsam juda ko'p. Mayli, boshqa savol bera qolaman o savollarim. Rahmat, tashakkur qo'ng'iroqingiz uchun Oybek aka. Shunday holatlar ham bo'lib turadi. Ba'zan radioni formatini ham o'zgartiramiz shekilli. Xo'p. Onlayn kelgan savollarni o'qib ko'rishga urinamiz. Iltimos qilar edik mavzu bo'yicha savol berishga, chunki bizni ham o'zimizni chegaralarimiz, o'zimizni tartib qoidalarimiz bor. Qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. Va alaykum assalom. Biroz balandroq gapiring. Eshitilmayapti. Ovozingizni eshita olmayapmiz. Alo. Balandroq gapiring. Yaxshi eshitilyaptimi? Yaxshi eshitilyapti. Agar naushnikda bo'lsangiz, naushnikni yaqinroq olib keling. Telefonda bo'lsangiz, telefonni biroz yaqinroq olib kelishingizni iltimos qilamiz. Savolingiz nimadan iborat? Aloqa yomonligi uchun uzishga majburmiz. Telegramda yuborilgan savolni o'qiymiz. Assalomu alaykum, Avtoradio ijodkorlari. Savolim 3051 raqamidan: yaxshi va yomon fikrlarning manbasi bittami yoki boshqa-boshqami? Javob uchun oldindan rahmat. Tashakkur savol uchun. Yaxshi va yomon fikrlarning barchasini manbasi bizni atrofga bo'lgan munosabatimiz, atrofdan qabul qilayotgan narsalarimizga bog'liq. Agar biz biror narsani yaxshi deb qabul qilsak, u yaxshi fikrga aylanadi. Yomon deb qabul qilsak, yomonga aylanadi. Oddiy misolni olishimiz mumkin. Biz ko'chada bir yoqimsiz narsaga guvoh bo'ldik. Haqiqatan yoqimsiz. Siz u narsaga yomon fikrda munosabatda bo'lishingiz mumkin yoki siz shunday emasligingizga xursand bo'lishingiz mumkin. Siz qanday fikrga kelishingiz bu faqatgina o'zingizga bog'liq. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz to'g'ridan-to'g'ri efirdasiz. Hozir mana shu efirlarni eshitdim-da. Hozir aynan bolalar haqida gapirdinglar, shaxsiy fikri haqida. Eshitish kerak va ular erkinlik berish kerak do'st. Lekin uchun avvalambor shu oilani o'zi ham shu muhitda katta bo'lish kerak deb o'ylayman.
agar ota-ona ham shu yoshlik chog'ida ota-onasiga bemalol fikrini to'g'ri anglab yetkazib bera olganda, bolalar ham hozirgi kunda bemalol to'g'ridan to'g'ri erkin fikrlab aytib bera olardi-da. Uning uchun shu jamiyat ham, oila ham mana shu psixologik yo'llash kerak deb farzandlar bilan. O'shanda ota-ona farzandi bilan do'st bo'lib, yaxshi natijaga erishadi deb o'ylayman. Savol nimadan iborat agar iloji bo'lsa? Men shu savolim nima desam ekan? Men o'zimda ham ko'p o'zimda ham ikkita o'g'lim bor-da, farzandim bor. Farzandim ko'p savol beradi, gohida charchaganimda keyinroq savol bergan, savolning keyin javob beraman deb ba'zida rad qilib qolaman-da, lekin o'shanda shu parametrni bolaga to'g'ri tushuntirsang, ertaga natijasini olasan deydi. O'zim odam har xil charchagan holatda bo'ladi-ku. O'shaning uchun nima desam ekan? Bolaga anaqa savoliga ba'zida to'g'ri javob berishim qiyin bo'lib qoladi-da. Ismingizni aytmadingiz, yoshingizni? Nima deysiz? Ismingiz va yoshingizni aytib o'tmadingiz? Maylim, ismim aytmasam, yoshim 29 da. Xo'p, mayli. Shu o'g'illam ko'p gapiradi-da, ko'p savollar beradi, ko'p narsaga qiziqadi-da. O'shanda anaqa ishlar bilan oilaviy yumushi bilan band bo'lib qolganimda o'g'lim kelib bersam, xafa bo'lib qoladi menda. Turmush o'rtog'im uni qilmagan, o'shaning uchun qanaqa qilib shu bolaga savoliga ba'zida og'ir bosib bo'laydi, sabrli bo'laydi deyman-da. Bilmagan holatda bolaga ba'zida qattiqroq anaqa qo'raman-da, nima deydi? Qancha anaqa qilmayman, nima desam ekan? Savoliga javob bera olmay qolgan holatlar ham bo'lib qoladi. Tushunarli. Men sizni tushundim. Endi savolingizga qo'limdan kelgancha javob berib o'taman. Oilada nechta farzandsiz? O'zimizmi? O'zingiz? 3 ta farzandmiz. Siz nechinchisi? Eng kichkinasiman. Eng kichkinasi. Endi o'zingizga o'zingiz shu savolni bering. Sizni ota-onangiz siz savollaringizga qanaqa javob berishini xohlar edingiz? Yoshligingizni eslab ko'ring. Javob berishingiz shart emas menga. Shunchaki o'ylab ko'ring. Va ikkinchi narsa, tasavvur qiling. Siz farzandingizga har bitta savoliga javob berayotgan paytingizda har bitta savolga 1 million so'mdan siz farzandingizga investitsiya qilyapsiz. Va bu investitsiya juda ham katta, ko'paygan holatda sizga qaytadi. Agar biz hozirgi kunda bu narsa biz uchun tushunarliroq, agar mana shu narsani anglagan holatda, mana shu narsani tushungan holatda farzandlarimizning savoliga e'tibor beradigan bo'lsak, buning natijasi juda ham ajoyib bo'ladi. Hozirgi kunda biz farzandlarimizning savoliga bizga xalaqit berayotgan narsa deb qabul qilamiz. Shuning uchun ularni bergan savoliga javob berishga erinamiz. Farzandga qilingan e'tibor bu o'zingizning kelajagingizga qilingan e'tibor. Mana shu narsani anglasangiz yetarli. Demak, farzandingizning ichiga jahl kirgizsangiz, ertaga jahl olasiz. Agar mehr kirgizsangiz, mehr olasiz. Bu ham sizga bog'liq. Ya'ni bugungi kuningiz ertangi kuningizni asosi bo'la oladi. Demak, Telegramda kelgan keyingi savolga o'tamiz. 1721 raqamidan assalomu alaykum. Eshitish uchun minnatdorman. Savolimiz shundan iborat. Har doim ilmga chanqoq, epchil, energiyaga to'la bo'lishimiz uchun nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Bir donagina javob. Sizni aniq maqsadingiz bo'lsa bo'ldi. Va shu maqsadda davomli bo'lish natijasida siz hech qachon charchamaysiz. Hatto shunday maqsadlar qo'yingki, siz bu dunyodan o'tib ketganingizdan keyin ham shu maqsadlar amalga oshishda davom etsin. Sizni amalga oshirib ketgan narsalaringiz, chiroyli narsalaringiz davom etsin. Ana shuni maqsad qilib qo'ysangiz, siz hech qachon charchamaysiz. Demak, hozir siz bilan ajoyib bir musiqani eshitamiz va undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
Yana bir bor sizlar bilan ruhiy fikr haqida fikrlar va savol-javob soatlarimizda sizlarning qo'ng'iroqingizni kutib qolamiz. Eslatib o'tamiz, 102.0 to'lqinlarida Avtoradio 97 kod bilan 710 1020 raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda o'z savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Imkon qadar kuchimiz yetgancha javob berishga urinamiz. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtira olasizmi? Albatta. Shu kanalda muxlislardan Nargiza bo'laman. Avvalambor, nima deydi? Radiodan biroz uzoq turishingizni iltimos qilgan bo'lar edik. Va yoshingizni aytib o'tsangiz. Ma'lum yoshim aytmasam. Xo'p, mayli. Avvalambor sizga katta rahmat deyman. Vaqtingizni takrorlanmas, vaqtingizni hech kimdan qarz bo'lmaydigan, investitsiya ham kiritib bo'lmaydigan vaqtingizni siz uchun umringizni bir 2 soatini aytganingizga katta rahmat deyman. Savolim shundan iboratki, masalan, siz aytgandek chiroyli, yaxshi fikrlar va daromad tomonni olib savolim daromad masalasi bo'yicha o'sha bir maqsad reja tuzdingizda, keyin o'sha rejani amalga oshirish uchun biznes loyihalari biznes g'oyami xullas tuzildi, keyin endi shuni 3 yoki 4 yoki undan ko'proq kishilardan iborat qilib o'zingizni jamoangizni boshqacha qilib ketdi, komandangizni tuzish niyatiga kirishdingiz. Endi shu chiroyli va maqsadlaringizni, fikrlaringizni, dunyoqarashingizni o'zgartirib o'shanga ishongan holda qanday qilib jamoani tuzib, jamoani o'sha ertaga g'alaba qozonamiz mana shu loyiha bilan deb qanday ishontirish mumkin? Shu edi javobim. Rahmat oldindan. Ajoyib savol. Bu borada bir ajoyib o'zgacha bir yo'nalishni aytib o'tishimiz mumkin. Yaqin kunlarda bir ustozimizning suhbatlarida bo'lgan jarayonimizda xuddi shunga o'xshash savol paydo bo'ldi. Faqat bu oila mavzusida edi. Ya'ni agar sizni turmush o'rtog'ingiz sizga mehr bilan munosabatda bo'layotgan bo'lsa, unga ham siz mehr bering. Qancha ko'p siz e'tibor bersangiz, chin yurakdan bu narsani bajarsangiz, turmush o'rtog'ingizdan sizga kelayotgan javob bundan eng kamida 10 barobar bo'ladi degan javobni olgan edik. Yuqorida aytib o'tilgan savolga buni nima aloqasi bor? Siz har bir xodimingizni yoki komandangizni rivojlantirish uchun eng avvalo o'zingizga savol bering. Siz bu qilayotgan ishingizni faqat o'zingizni foydangiz uchun qilyapsizmi yoki ularning ham foydasi bormi? Faqat aniqlik bilan. Usulda chestni deydi-ku, ana shunday o'zingizga savol bering. Agar siz mana shu qilayotgan ishingizdan faqat o'zingizni foydangizni ko'zlayotgan bo'lsangiz, buni ochiq ayting. Men o'zimning foydamni ko'zlayapman. Yo'q, agar siz ana shu har bitta komandangizdagi xodimlarni, odamlarni foydasini ham ko'zlayotgan bo'lsangiz, ularga bu narsani yetkazing. Ular bilan har bittasi bilan alohida suhbatlashing. Har bittasiga alohida ko'ngliga yo'l toping. Chunki har bittasi alohida dunyo. Ana shuni har birini ichidagi muammosini, dardi bilan yashay olganingizdagina ularning ichidagi muammosini oilaviy muammosi bo'ladimi? Ko'chadagi muammosi bo'ladimi? Qalbidagi, aqlidagi, tanasidagi muammo bo'ladimi? Yechishga yordam bersangizgina ana shu o'sha insondan to'liq javob qaytadi. Ana shu inson sizni komandangizni butun bir a'zosiga aylana oladi. Lekin hozirgi kunda ko'pchiligimiz aytamiz: "Men hamma uchun qilyapman." Yo'q, biz faqat o'zimiz uchun qilyapmiz. Faqat buni nomini hamma uchun qilyapmiz deb olamiz xolos. Aslida maqsad faqat o'zimizning foydamiz bo'ladi. Shuning uchun bu narsani, mana shu fikrimiz boyaga aytib o'tilgandek, atirni hidi qanchalik tarqalsa, bizning qalbimizdagi, bizning aqlimizdagi fikrlarning hidi ham xuddi shunaqa tarqaladi va atrofdagi odamlar bundan ta'sirlanadi. Biling, atrofdagi odamlar bilan munosabatingiz o'zgarishni boshladimi? Qanday atir sepdingiz? Fikringizning hidi qanaqa? Balki ana shu fikrlaringizni hidi yoqmayotgandir. Mana shu narsaga e'tibor bering. Shundagina sizni ham oilada,
ham qarindoshlar bilan, ham ko'chada, ham ishda, har joyda farzandlaringiz bilan ham, ota-onangiz bilan ham munosabatingiz go'zallashishni boshlaydi. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirishingiz mumkin? To'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirishingiz mumkin? Abdulla Krasnogorskdan Abdulla bo'laman, yoshim 25 ta. Juda ham xursandmiz Abdulla. Qanday savolingiz bor? Jonim, radioni yaqinda qo'shib eshitib o'tirdim. Siz gaplaringizni boshidan eshitolmay qoldim, lekin yarmidan eshitib juda ham ta'sirlanib, o'zimga bir kerakli xulosalarni chiqarib oldim degan umiddaman. Bundan juda ham xursandmiz. Dunyoda yaxshimi yomonmi har bitta insonning o'zining yo'li borki, ota-onasi o'sha siz aytgandek bergan tarbiyasiga qarab ulg'ayadi degan fikrlarimiz bor. Men ota-onam menga yaxshi yomon boshqa bo'lsin deb tarbiya qilishni, hamisha yaxshi bo'lsin, kelajakda yaxshi inson bo'lib yetishsin deb niyat katta qilishgan. Men demoqchi bo'lganim, ota-onam menga yaxshi tarbiya berishgan, men o'zim ozgina xatoliklarga yo'l qo'yib qo'ydim. O'shaning uchun ota-onamdan uzr so'rab tursak-ki, ruxsat bersa bitta she'r aytib bermoqchi edim, ona to'g'risida. Abdulla, ruxsat bersangiz akajon. Abdulla, bilasizmi? Sizga jon deb ruxsat beramiz. Faqat bitta tomoni bor. Bu joyda biz ham mehmon. Ya'ni biz ham qandaydir tartib-qoidalarga bo'ysunishga majburmiz. Abdulla, sizni ajoyib bir fikringiz, hozir aytgan narsangiz yoqdi. Ya'ni siz xato o'zingizdan o'tganini tan olgan paytingizda biling. Asli muammoning yarmi hal bo'ldi. Chunki qachonki siz xato menda edi, ayb menda edi degan paytingizda sizdan taralayotgan narsa, sizdan taralayotgan energiya, sizdan taralayotgan hid ham o'zgarishni boshlaydi. Ana shuni natijasida siz hozir qayerda bo'lsangiz ham, onajoningiz qayerda bo'lsa ham bu narsani sezadi. Siz hatto tasavvur qila olmaydigan bog'liqliklar bor, siz tasavvur qila olmaydigan iplar bor. Ana shu iplar orqali sizni qalbingizdagi ana shu aytilmagan she'r ham juda chiroyli holatda yetib boradi. Bundan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Hatto mana shu holatda, mana shu vaqtda onangizga telefon qilib, onajon, men bolalik qilib sizdan xafa bo'ldim, meni kechiring. Bir og'iz mana shu so'zni aytish orqali sizni hayotingizda, sog'lig'ingizda, daromadingizda, munosabatlaringizda qanaqa katta o'zgarishlar bo'lishini o'zingiz guvoh bo'lasiz. Ajoyib suhbatlar. Keyingi savolni o'qishga Telegramdan kelgan savol ekan. Shahzod: Salom Avtoradio ijodkorlari, charchamayapsizlarmi? Meni ismim Murod. Meni savolim shundan iboratki, shogirdim ismi Shahzod. U bolani oxirgi payt ko'p urishyapman, shu to'g'rimi? Shahzod: Murod aka, biz ham urushib qo'yaylikmi? Nima deysiz? Yaxshi shogird bo'lgan, yaxshi o'rgangan, yaxshi ishlagan. Bunday bu yo'l ham albatta qaysidir darajada foyda beradi, lekin eng avvalo ana shu shogirdingizga kim bo'lishidan qat'iy nazar bir inson sifatida xuddi o'zingizga qaragandek qarab ko'ring. Sizga qanday muomala qilinsa yoqar edi, sizga qanday so'zlar aytilsa qabul qilar edingiz, sizga qanday qilib bir vazifa topshirilsa bajargan bo'lardingiz. Xuddi shu narsani shogirdingiz bilan qilishingiz mumkin. Natijasi esa sizni hayron qoldiradi. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, siz to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. O'zingizni tanishtirishingiz mumkin? Va alaykum assalom. Xanzada Toshkent viloyati Qo'yko'za tumanidagi xolam maktab paytida 2008-yillar rosa xafa qilardim. O'zingizni tanishtira olasizmi?
Ha, Toshkentlik Nodiraman. Yoshingiz? 27daman. Eshitaman, savolingiz nimadan iborat? Savolim o'sha xolam hali ham kechirganmi, kechirmaganmi bilmadim. Haligacha uzr so'rashga hech botinolmayman. O'shani qanaqa qilib uzr so'rasam bo'ladi? Yangi yilda ham tog'amni xotini bilan ko'pincha ushardim. Buning tarafini olib qo'l ko'targanman bir vaqtlar. O'shanga haligacha qilaman. Nega ko'tardim? Endi o'sha buning tarafini olaman deb o'shanga nega qo'l ko'tardim deb o'zim haligacha savol beraman. O'sha endi u rahmatli bilan qaytib ketgan o'sha. Endi u bilan endi anaqa bo'lish shart emas demoqchiman. Qaraki, u buning tarafini olib qo'l ko'tardimi, endi u o'lib ketdi bu jonim rahmatli. Endi u oyijonimni akasining xotini o'sha endi umrda bo'ldi. Hozir hayot. Sen hozir endi har o'rgani o'zim savol beraman. Qanaqa qilib uzr so'rasan ekan? Qanaqa qilib ko'nglim topsan ekan degan. Shuncha narsa boraman, baram o'sha ko'nglida qolib ketganda o'sha narsani. Tushunarli, Nodiraxon, bitta savol beraman, agar iloji bo'lsa javob bersangiz, maylimi? Mayli. Qancha daromad topasiz bir oyga? Bir oyda. Taxminan. Nima, oylikmi? Ha, oylik. Yo'q, men ishlamayman, uy bekasiman, 2 ta qizim bor. Yashang. Oilangiz, siz butun oilangiz bir oyda taxminan qancha daromad topadi? 2 million topadi. 2 million topadi. Istarmidingiz siz oilangizni daromadi 50 milliondan oshishini? Balkim. Istarmidingiz? Balkim emas. Istarmidingiz? Aniq istarmidingiz? Shunday. Aniq bu narsani istarmidingiz? 50 milliondan oshishini, bir oylik daromad. Ishiga qarab masalan. Yo'q, siz oshishini istarmidingiz yoki yo'qmi? Bo'ldi, shu savolga javob bering, bo'ldi. Xohlayman. E'tibor berib o'tamiz. Suhbatimizning boshidan bo'lgan narsa, bu fikr siz uchun yangi bo'lgani uchun qabul qilishga qiynaldingiz. Endi bu savolni berishdan maqsadimiz nima edi? Agar siz bir insonni haqiqatdan, chin dilingizdan kechira olsangiz va u insondan borib kechirim so'ra olsangiz, daromadingiz bir oyda 50 mingga oshishi mumkin. Bu bizni kurslarimizda nechidir 100 marta isbotlangan narsa. Chunki ana shu kechirish jarayonida siz miyangizdagi, aqlingizdagi, fikrlaringizdagi juda ko'p keraksiz narsalardan ozod bo'lasiz va bu sizni oilangizni xotirjamligiga, sog'lig'iga va daromadiga juda ham katta ta'sir qiladi. Shuning uchun siz o'zingizga savol bering. Menga shuncha daromad kerakmi? Bu narsani eshitib turgan radio tinglovchilarimizga ham aytib o'tamiz. Agar siz haqiqatdan daromadingiz oshishini xohlasangiz, shunchaki atrofingizga qarang va kechirishingiz kerak bo'lgan insonlarni qidirib toping va kechiring, borib uzr so'rang. Buning natijasi sizni hayron qoldiradi. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismim Dilnoza. Yoshingiz nechida? Yoshim sir bo'lib qola qolsin. Eshitaman. Avvalambor Avtoradioni ijodkorlariga rahmat. Shunaqa loyihalar biz uchun, muxlislar uchun xizmatdasizlar. Sog' bo'linglar har doim. Tashakkur. Men bitta narsani aytmoqchiman. O'zim bu narsani sinab ko'rdim va juda ham yaxshi o'zgarishlar hayotimda, o'zi kunlik rejamda yaxshi o'zgarishlarni his qildim. Boshqa muxlislarga ham tavsiya qilmoqchiman. Savolim yo'q-u, lekin mana misol uchun bizning fikrlarimizni har doim yaxshi bo'lsa, kimga nisbatan, dushmanimizgami, do'stimizgami yokida bir shoshilayotgan paytimizdami fikrlarimiz men bugun shoshilamanmi, vaqtida yetib bora olamanmi deb emas, men vaqtida yetib boraman, men shu narsaga erishaman, bu narsa men uchun yaratilgan, men bunga albatta erishaman deb to'g'ri fikrlasak, o'sha to'g'ri qabul qilsak, o'sha narsani butun koinot bizani o'sha tortish kuchi bilan bu narsaga erishtirar ekanda. Bu psixologlarning bizga bo'lgan o'sha
nima deydi, bir maslahatlari deymizmi, bu narsani dunyoning eng buyuk siri kitobida men o'zim misol uchun psixologlar yoki bir mutaxassislar shu insonlarni hayotidan kelib chiqib yozilgan kitobni o'qidim va o'zimda sinadim. Haqiqatdan men bugun ishga kech qolaman desam, menga koinot nima deydi, bugun albatta kech qolasan, juda ham bir nima deydi, uzoqroq vaqtga kech qolasan degan bir nima deydi, murojaat qilar ekanda. Agar men bugun kech qolmayman, bugun hayotimda o'zgarishlar, muvaffaqiyatli bo'ladi, albatta maqsadlarga erishaman desam, albatta butun koinot menga bu narsani erishtirar ekan. Men eshitayotganlarga, tinglayotganlarga, quloq tutib turganlarga aytmoqchiman, fikrlarimiz har doim yaxshi bo'lsin. Yaxshi bo'lsa, albatta biz yaxshi fikrlar orqali maqsadlarga erishar ekanmiz. Sizga rahmat. Ajoyib, rahmat Nodiraxon. Rahmat Nodiraxon fikrlaringiz uchun. Keyingi savolga o'tamiz. Bu joyda Telegramda ham ajoyib savollar kelgan ekan. Savolim bor edi. Assalomu alaykum. 4818 raqam egasi. Mana shu ma'lumotlardan agar ota-ona emas, shu ota-onaning farzandi oz-moz bo'lsa-da xabardor bo'lsa, u o'zi o'zgarishi orqali ota-onasi va butun taqdirini o'zgartira olishi mumkinmi? Ya'ni farzand necha yoshdan bunga qodir bo'ladi? Chunki ota-ona farzandidan oldin dunyoga kelgan. Farzand ruhiy jihatdan qachon mustaqillikka erishadi? Ajoyib savol uchun tashakkur. Bu savol to'g'risida alohida bitta efir qilish mumkin. Lekin ikkita dona misolni keltirib o'tamiz. Birinchisi, har qanday yoshdagi farzandingizga e'tibor bering. Uni kulgusi sizni qalbingizga nima olib kelyapti? Uni kulgusi orqali sizni qalbingizda nima paydo bo'lyapti? Uni yig'lashi, qiynalishi orqali qanday narsani his etyapsiz? U yoshi necha yoshdan bo'lishidan qat'iy nazar ota-onasiga ta'sir o'tkazadi. Ikkinchisi, farzand ota-onasini o'zgartirishga o'zgartira olmaydi. To'g'riroq o'zgartirishga bunga hojat yo'q. Bir ajoyib holatni bir yaqin do'stimiz aytib o'tdi. Yaqinda shu narsani aytib o'tmoqchi edim ikkinchi misol sifatida. Bir kun o'sha do'stimiz onasiga bo'lgan munosabatda biroz qo'pollik ishlatganini o'zida his qildi. Va bu to'g'risida bir ulug' insondan, ustozdan so'ragan paytida sizni onangiz nimadir xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, onangizga bu xatoni aytishingizga hojat yo'q, balki ana shu narsani o'zingizda, ana shu xatoni chiroyli ko'rinishini o'zingizda ko'rsatib bering degan javob oldi. Ya'ni biz ota-onamizni o'zgartirishga harakat qilishimizga ham hojat yo'q, balki o'zimizda ko'rsatib berishimiz lozim. Qanday bo'lishni, qanday fikrlashni. E'tibor bering, bu degani sizlar ham shunaqa fikrlaylar, nimaga bunaqa qilmayapsizlar deyishni hojati yo'q. Chiroyli tabassum bilan, odob bilan, axloq bilan, go'zal xulq bilan ana shu narsa orqaligina yetkazish mumkin. Chunki tasavvur qiling, hozir 10 yoshga kirgan farzandingiz sizga qarab, "Ona, qo'lingizni to'g'ri yuving" desa qanday o'zingizni his qilasiz? Siz har qanday holatda ham ota-onangiz uchun farzandsiz. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. O'zingizni tanishtira olasizmi? Men Shahzod. Shahzod, yoshingiz nechida? 16 da. Ajoyib. Bizni bunaqa yosh tinglovchilarimiz borligini bilmagan ekanmiz. Shahzod, qanday savolingiz bor? Onalarimizni ko'p ranjitamiz, lekin bizdan xafa bo'lmaydi-yu, lekin ular bizga yomon gapirib qo'ysa, biz xafa bo'lib qolamiz. Shuni sababini tushuntirib bera olasizmi? Ajoyib savol. Shahzod, tasavvur qila olmaysiz hozir sizni savolingizni eshitib qanchalik xursand bo'lganimizni. Onalarimiz bizni go'dayligimizdan katta qilgan.
har xil holatimizni ko'rgan, chiroyli tabassumimizni, birinchi qadamlarimizni, o'zimiz bilmaydigan so'zlarni aytganimizni, shirin so'zlarimizni eshitgan. Ular bizni 9 oy qornida ko'tarib yurgan. Biz ularning bir parchasimiz. Shuning uchun ular bizdan xafa bo'lmaydi. Lekin biz aqlimizni tanigan paytimizda onamiz katta bo'lgani uchun, bizga doim aql o'rgatganini ko'rganimiz uchun, doim bizga nimadir deganini eshitganimiz uchun arzimagan narsalar sabab biz ulardan xafa bo'lib qolamiz. Shuning uchun Shahzod va boshqa barcha tinglovchilar, biz ota-onamizni qadrini faqat ota-ona bo'lgandagina bilamiz. Agar imkon bo'lsa bundan oldinroq bilaylik, chunki agar daraxtni tanasi erkak bo'lsa, uni shoxlari ayol, barglari va mevalari farzand. Lekin ildiz bu ota-ona. Ildiz qanchalik kuchli, qanchalik baquvvat, qanchalik sog'lom bo'lsa, daraxt shunchalik rivojlangan, kuchli bo'ladi. Har qanday o'g'it, har qanday ishlov ildizga beriladi. Kamdan kam holatda bargga, shoxga, tanaga beriladi. Tanada, shoxda, bargda nimanidir to'g'irlash mumkin, lekin asosiy ozuqa baribir ildizga beriladi. Bu ildiz bizni ota-onalarimiz. Shuning uchun har bir so'zimizga e'tiborli bo'lishimiz lozim. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtira olasizmi? Surxondaryo viloyatidan. Ismingiz, yoshingiz? Yoshim 23 da. Ismingizni ayta olasizmi? O'zimni ismimni ayta olmayman. Qanday savolingiz bor? Shu ko'rsatuvda chiqqaningizga, eshitish topshirganingizga avvalambor rahmat aytmoqchiman. Men shu efir orqali onamdan uzr so'ramoqchiman. Ko'nglimni juda ko'p og'ritganman. Nima bilmaganman. Efir orqali uzr so'rash albatta bu yaxshi, lekin sizni qalbingizdagi so'zlarni onangizni o'zlariga aytganingiz, buni natijasi juda ham ajoyib bo'ladi. Bu bizni oxirgi qo'ng'irog'imizda qadrdonlar, azizlar, tinglovchilar. Hali bunaqa suhbatlarni nasib bo'lsa ko'pini ko'ramiz. Va yangidan yangi mavzular, yangidan yangi formatlar, yangidan yangi usullarda sizlarga ajoyib ma'lumotlarni yetkazib berishni reja qilganmiz. So'zimiz oxirida bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Biz uchun bizni ichimizdagi fikrlar qanday bo'lsa, tashqi olam ham xuddi shunday. Fikrlaringizni o'zgartirish orqali hayotingizni o'zgartira olasiz. Fikrlaringizni boshqarish orqali hayotingizni boshqara olasiz. Sizni ichingizdagi bittagina fikr o'zgarishi tashqi olamdagi juda katta narsalarning o'zgarishiga sababchi bo'lishi mumkin. Sizni ichingizdagi alamni chiqib ketishi hayotingizdagi juda katta yaxshi narsalarga sababchi bo'lishi mumkin. Shu joyda bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Alam. Qalbimizda joylashgan alamni chiqishi juda qiyin bo'ladi. Oddiy bir misol, qo'limizga zirapcha kirganda uni nina bilan chiqaramiz. Shu zirapchadan nina eng kamida 100 barobar katta. Ana shu qalbimizdagi yaralar, alamlar, qo'rquvlar ham chiqishi uchun bizga ana shu alamlardan kattaroq narsalar yuboriladi. Va biz bu yuborilgan narsalarni agar fikrimizni to'g'rilagan holatda bizni rivojlanishimiz uchun, yuksalishimiz uchun deb qabul qilsak, albatta rivojlanamiz. Agar bu bizni qiynash uchun deb o'ylaydigan bo'lsak, biz faqat qiynalishda davom etamiz. Shuning uchun har bir narsa sababsiz emas. Mana shu suhbatni eshitishingiz ham besabab emas. Albatta natijasi bo'ladi. Har biringizga chin dildan eng yaxshi tilaklarni
eng yaxshiliklarni tilagan holatda Rovi siz bilan xayrlashadi. Assalomu alaykum.